Assalomu alaykum azizlar. Demak, 2022-yil 4-dekabr ajoyib savollarimizga yetib keldik. Demak, yozma qismini tahlilini davom etyapmiz. Xo'p, nima bo'lyapti? Mana 44-savolga yetib kelibmiz. Silinderga oktayder ichki chizilgan deyapti. Oktayderning hajmi 36 ga teng deyapti. Xo'p, shunaqa bo'lsa deyapti. A savolda deyapti. Oktayderning qirrasini toping deyapti. B savolda silinderning hajmini toping degan savol ekan. Endi shunga aytaveramiz. Boshladik tahlilni. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz oktayder bo'lgani uchun uni qirrasi mana bu keyin asosidagi kvadrat tomonlari ham hammasi bir-biriga teng bo'ladi. Endi qarang, nima demoqchiman? Xo'p, mana buni bilan belgilaylik. Qirrani sanab men buni A deb belgilashga ketsam, u holda nima bo'lib qoladi? Men bular ham A ga teng bo'lib qoladi. Tushunarli bo'ldi? Endi o'shani chizib olsam mana shu. Mana shuni chizib olaman o'shani. Demak, chizib oladigan bo'lsak, bitta to'rtburchakli piramida chizib olayin. Mana shunaqa to'rtburchakli piramida bo'lib qolyapti. Mana shunaqa to'rtburchakli piramida bor ekan. Mana bittasini chizib olyapman ichkaridan. O'zi oktaydir. Bittasini chizib olyapman. Demak, mana bu T1 uchi, mana bu A, B, mana bu C, mana bu D uchi. Endi hammasini A ga teng deyapmiz-da. Oktaydir bo'lgandan keyin hammasi teng bo'ladi. Qirrasi bilan asosiy tomonlari mana hammasi A bo'ldi. Endi aytib beramiz. Xo'p, mana buni tutashtiradigan bo'lsam, mana tutashtiraylik, mana tutashtirdik. U holda bu A bo'lsa, mana nima bo'lib qoladi? A ildizosi 2 bo'ladi. Chunki mana bu nima bo'lyapti? Kvadrat bo'lyapti. Kvadrat bo'lgani uchun. Endi uchidan bitta balandlik tushiraman. Endi uchidan bitta balandlik tushiradigan bo'lsam, mana baland tushirsam, mana bu nima bo'lib qolyapti o'zi? Teng yonli uchburchak bo'lib qoladi. Teng yonli uchburchak bo'lgach, mana bu teng 2 ga bo'ladi. Teng 2 ga bo'lsa, u holda A ildizosi 2 taqsim 2 ga tenglik kelib chiqadi. Mana shu yerdan h topamiz. Demak, h topadigan bo'lsak nima bo'ladi deymiz? Mana buni yozaman. Demak, h kvadrati teng bo'ladi. A kvadratdan buni ayirib tashlaymiz. Demak, a ni kvadrati minusdan a ildizosi 2 taqsim 2 ni kvadratini ayirib tashlayman. Demak, a ni kvadrati minusdan buni bu degani kvadratga oshirsak, demak, a kvadrat taqsim 2 degan. Bundan kelib chiqadiki, a kvadrat taqsim 2 ga tengligi kelib chiqadi. H kvadratda. Demak, h topadigan bo'lsak, a taqsim ildizosi 2 ga tengligi mana kelib chiqdi. Tushunarli bo'ldi? Balandlikni aniqlab oldik. Endi bizga bitta narsani aniqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shu kvadratga nima bo'lyapti? Bitta aylana tashqi qilib qolyapti, to'g'rimi? Aylana tashqi qiladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Mana shu uni qayerdan chizsam ekan? Aytaymi, mana shuni chizib qo'yayin. Mana shuni bitta olsam, bitta kvadrat olyapman. To'g'rimi? Kvadrat olayotgan bo'lsam, mana shu kvadratim nima bo'lib qolyapti? Mana hozir mana bu kvadratga aylana nima bo'lib qolyapti? Tashqi chizib qolyapti. Demak, chizadigan bo'lsam, mana aylanani chizib olaylik. Chizsak. Mana shunaqa bo'lib tashqi chizib qolyapti. Tasavvur qiladigan bo'lsak. Mana shuni tasavvur qildik. Demak, o'zi nimaga tenglaydi? Mana bu. Xo'p, kvadrat tomoni a edi. U holda mana bu nima bo'lib qoladi? Mana buni radius degan bo'lsak, bu ham radiusmi? Ikkita radius qoladi. Mana bu aylananing markazi bo'lsin. Radius qoladi. Demak, nima bo'lib qoladi? Ikkita rd kvadrati teng bo'lib qoladi. Mana perpendikulyar edi. Ikkita r kvadrat a kvadrat plus a kvadratga teng bo'lib qoladi. A ni kvadrat plusdan a ni kvadrat. Demak, 4 ta rd kvadrat teng bo'ladi 2 ta a ni kvadratiga. Demak, nima bo'ladi? A ni kvadratini topadigan bo'lsak, nima bo'lib qoladi? Hop, 2 ta r ni kvadratiga tenglik kelib chiqadi. Bundan ham r ni kvadratini topadigan bo'lsak, a kvadrat taqsim 2 ga tenglik kelib chiqadi. Mana. Buni ham aniqlab qo'yaylik. Hozir buni ham ishlatamiz. Endi aytib beramiz. Mana shu oktayderning hajmi nimaga teng bo'lgan ekan? 36 ga teng bo'lgan ekan. O'shandan foydalanamiz. Demak, undan foydalanadigan bo'lsak, demak, hajmi oktayderning nima bo'ladi? O'zi bitta to'rtburchakli piramidaniki 1 taqsim 3 s asos ko'paygan h edi. Endi bu ikkita bo'lgani uchun 2 taqsim 3 s asos ko'paygan h, to'g'rimi? Demak, 2 taqsim 3 s asosi nima bo'lyapti? Asosi hop, kvadrat bo'lgani uchun kvadrat tomon a ga teng. Demak, a ni nimasi bo'lib qolyapti? Kvadrati ko'paygan h. H'imiz nima bo'lib qoldi? Mana aniqladik. H'imiz nima bo'lib qoldi? A taqsim ildizosi 2 ga teng bo'lib qoldi. Demak, yozaman uni. Hop, a taqsim ildizosi 2. Mana shu narsamiz nimaga teng bo'lgan ekan? 36 ga teng bo'lgan ekan. Endi tenglashtiraman. Demak, 2 ta a ni kubi taqsim 3 ildizosi 2 ni tenglashtiraman 36 ga. Mana.
Shuni topamiz demak 2 ta a ni kubi teng bo'lgan ekan 3 ta 3 ildiz 2 ko'paygan 36. Bundan a ni kubini topadigan bo'lsak 3 ko'paygan 18 ildiz 2. Xo'p, bu degani nima bo'lib qoladi? Bundan a ni topadigan bo'lsak, mana bu 3 ni 18 da yozib oladigan bo'lsak, 3 ni 3-si, keyin 2 ni 3 taqsim 2-si qilib yozib olsak bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadiki, a ni kubi shunga teng. Bundan kelib chiqadiki, a miz nima bo'lib qoladi? A miz 3. Bundan 2 chiqsa ham, buni oladigan bo'lsak 2 keyin ildiz osti nima bo'lib qolar ekan? 2 mi? Ha, buni oladigan bo'lsak, ha, 3 ildiz ostida 2 bo'lib qolar ekan, mana. 3 ildiz ostida 2 bo'lib qolar ekan. Tushunarli bo'ldi? Bo'ldi, bu ketdi. Endi a ni aniqlab oldik. Endi a ni aniqlagan bo'lsak, endi mana bu yerga qo'yib turib h ni topsak bo'ladimi? Demak, h topamiz. H topadigan bo'lsak, h teng a taqsim ildiz osti 2 bo'ladi. Demak, a miz 3 ildiz osti 2 ga teng edi. Tagida ildiz osti 2 bor. Ildiz osti 2 lar qisqarib ketib, h miz 3 ga tenglik kelib chiqadi. Endi mana h r kvadrat nimaga teng edi? A kvadrat taqsim 2 ga teng edi. Mana shundan foydalanamiz. Demak, bundan ham r topadigan bo'lsak, a taqsim ildiz osti 2 ga tenglik kelib chiqadi. A ni o'rniga shuni olib qo'ysak, demak 3 ildiz osti 2 taqsim 2 ildiz osti 2 ga tenglik kelib chiqadi. Ildiz osti 2 lar qisqarib ketib, demak 3 ga tenglik kelib chiqadi. Balandligi ham 3 ga teng bo'lar ekan. Mana bu keyin silindrda radiusi ham 3 ga teng bo'lgan ekan. Uni aniqlab oldik. Endi men so'rayapti, oktayda qirrasini toping deyapti. Qirrasi nima bo'ldi mana? Qirrasi mana 3 ildiz osti 2 ga tengligi bor. Demak, A savoliga javob mana yozib qo'ying 3 ildiz osti 2. Mana bu topildi. Endi keyin aytayapti, silindrda hajmini toping deyapti. Endi silindrda hajmini topishimiz kerak. Nima qilamiz mana? Mana bu yergacha bo'lgan qismi o'zi nima edi? Mana bu yergacha bo'lgan qismi bitta h asosga tushgan, bitta h balandligi, to'g'rimi? H balandlik. Endi mana bu yerga shunday tushiradigan bo'lsak, bu nima bo'lib qoladi? Bu ham bitta h balandlikda. To'g'rimi? H 2h bo'lib qoladi-da. Tushunarli bo'ldi. Mana bu yergacha bo'lgan h topdik, bu ham 3 ga teng bo'ldi. Yana bu yergacha bo'lgan h ham bu ham 3 ga teng bo'lsa, jami nima bo'lib qoladi? Silindrning balandligi shunda nima bo'lib qoladi? Balandligi h silindrning balandligi 6 bo'lib qoladi-da. Mana bu yergacha bo'lgan qismi 3 edi, bu yergacha bo'lgan qismi 3 bo'lsa, jami 6 ga teng bo'ladi. Endi silindrda xo'p, nimani topish kerak ekan? Hajmni topish kerak. O'shani topib qo'yamiz demak. Xo'p, v silindrda hajm nima bo'lardi? S asosini balandligiga ko'paytirardik, to'g'rimi? Asos bo'lyapti demak. Asosning yuzasi deyapti demak, pi r kvadrat ko'paygan h. Bu teng pi ni yozaman mana pi ko'paygan r kvadratda radius 3 chiqqanda demak nima bo'ladi? 9 ko'paygan h balandligi chiqqanda 6 chiqqanda. O'rniga qo'yaman bu yerga 6. 6. Demak nima bo'lgan ekan? 6 kira 9 54. Pi bo'lgan ekan. Mana demak, hop, biz savolimizga javob nima bo'lgan ekan? 54 pi degan javobga kelar ekanmiz. Mana shu bilan mana 44-savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Ajoyib milliy sertifikat savollarini ulashib boramiz.